Sumida daryosi. Buni mashhurligi shundaki, mana bu katta chiroyli ko'priklari va lampalarda emas, asla mana shu yerda 100 mingdan ortiq odamlarning jasadi yotgan. Hiroshima va Nagasakiga tashlangan atom bombasida ko'p odamlar o'lganmi yoki Meeting House operatsiyasidami? Bu haqda bizga aniq ma'lumotlar berib o'tilmagan. Ya'ni bor, faqat internetda ingliz tilida topishingiz mumkin. Men ham bu haqda juda chuqur ma'lumotga ega emasman. Hiroshima va Nagasaki shahrida tashlangan atom bombasiga 100 minglab odamlar o'lgan. Bu ikkita shahardan 100 minglab odam o'lgan. Tokio shahrida Meeting House operatsiyasida 100 mingdan ortiq odamlar halok bo'lishgan. Keling shu haqda batafsilroq gapiramiz. Voqea 1945-yil. Mana men turgan joyda sodir bo'ladi. 9-martdan 10-martga o'tar kechasi Amerika Qo'shma Shtatlarining B-29 rusumli samolyoti Tokio osmoniga kirib kelishadi. O'sha paytda havo bulutli bo'lganligi uchun 200 ga yaqin samolyot umuman ko'rinmaydi. Soat kechki 1 va bombardimon boshlanadi. Bombardimon shu darajada bo'ladiki, uylar, ko'chalar olov bilan qoplanadi. Mana shu men turgan daryoning usti ham xuddi olovli gilam to'shalgandek bo'ladi. O'sha paytda odamlar o'z jonini saqlash uchun suvga tashlashadi o'zlarini. Lekin afsuski, suvga tashlagandan keyin suv ustida bombardimon bo'ladi. Bomba shu darajada mukammal yaratilganki, u qayerga tushsa o'sha yerni kulni ko'kka so'rmasa o'chmaydigan bomba edi. Xayolga kelsa qo'rqib ketadigan darajada achinarli deb o'ylayman. Chunki suvda cho'kyapsiz, suv yuzasiga chiqsangiz olov, suv tagida esa cho'kib o'lasiz. Bu juda ham achinarli holat va qo'rqinchli holat deb o'ylayman. O'sha voqealar guvohini aytishiga ko'ra, Tokio xuddi jahannam olovidek yonib turardi. Bu olov soat 1 dan boshlab to 6 gacha so'nmadi. Odamlar nima qilishni bilmasdi. Yosh qari, erkak ayol bir xil ketdi.